2026-yil 1-fevraldan boshlab A va B toifali haydovchilik guvohnomasini olish uchun avtomaktabda o'qish talab etilmaydi. Xohlagan odam Ijtimoiy tarmoqlarda shu kabi ma'lumotlar tarqalmoqda, bu albatta xato. Inspektor Zoir akamiz aytganlaridek, soha vakillari bo'lmagan norasmiy kanallarda tarqalgan ayrim noto'g'ri ma'lumotlarga ishonib qolmanglar. Vazirlar Mahkamasining yangi chiqqan qarorini aniqroq sodda qilib tushuntirib beramiz. 2026-yilning fevral oyidan boshlab A va B toifadagi haydovchilik guvohnomalarini olish uchun faqatgina nazariy darslarni mustaqil ravishda o'zlashtirishingiz mumkin. Bunda sizga yordam beradi avtomaktabning onlayn kurslari yoki masofaviy ta'lim yoki YouTube va Zoom platformadagi videorolik darslarimiz. Lekin 20 soatlik amaliy mashg'ulot vajni darslarimizni majburiy ravishda avtomaktablarda o'tashingiz shart. Ana undan keyin avtomaktab tomonidan o'qib bitiriladigan hujjat, sertifikat sizga beriladi. Bu sertifikat bilan imtihon test markazlariga borib, bemalol haydovchilik guvohnomasini olish uchun imtihon topshirsangiz bo'ladi. Avtomaktabning bu sertifikatsiz, bu hujjatsiz hech qaysi imtihon test markaziga kiritilmaysiz. Uyda o'zim tayyorlanib, imtihonga borsam bo'lar ekan degan tushuncha paydo bo'lib qolmasin. Avtomaktablarda o'qish hali ham davom etmoqda. Onlayn tarzda yoki masofaviy o'qish endi bu sizning ixtiyoringizda. Bu videoni keyingi yil fevral oyini kutsammikin deb ikkilanib yurgan tanishlaringizga tarqatib qo'ying. Soha doirasida qanaqa tushunmagan savollaringiz bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin.